Plus O tengsa 10 yil turadi endi. Tilba, yana keldingmi sen devorimga sevgi saqlab jonga tiding. Tur yo'q anaqa. Bo'ldi, do'stlar, oldinlari sevgimiz ashunaqalardi. Ya'ni devorga yozsa 10 yil turardi. Hozir zamonaviy devorlar chiqibdi ekan. Yurakchani chizib turib, sida bitta yozsangiz, bitta suv sachisa, o'tib ketyapti ekan. Mana shu devorimizni o'ziga 20 yilgacha, ya'ni fasadni o'ziga garantiya berishar ekan. Bu travertin emas, do'stlar, ya'ni chalg'itib olmaysizlar. Bu Marmarino fasad mahsuloti, ya'ni Kartamira fasonda zo'r qilib berishgan bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, 1 kvadrat metrini 100 ming so'mdan 1,5 ming kvadrat metrga chiroyli qilib akalarimiz qilib berishibdi. Bu narxlarni ichida O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustonovka, servis, o'lchash, dizaynerlik xizmati, Ramazon oyiga ichi qildiradigan bo'lsalar, lesasigacha mutlaqo bepul qilib berishar ekan. Agar yangi fason kerak desalar, do'stlar, ya'ni Bilano fasonimiz bor. Kvadrati 13 dollardan ekan. Yo, menga buning yoqmadi, travertin kerak desalar, do'stlar, 90 ming so'mdan qilib berishar ekan. Kimgadir shunaqa fasad xizmati, ya'ni travertin yoki Kartamira yoki mana shunaqa Bilano fason kerak bo'lsa, usta akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Birov devoriga sevgi sor qilyapti, xushyor bo'linglar, zamonaviy fasadlar chiqqan, bitta suv bilan o'chib ketadi.